Dunyoda huzur izlaganlarga, dunyoga moddiy narsalardan xushalik izlaganlarga huzur va xushallik harom bo'ladi. Qizni baxtli qildig'ini, uning erishgan boyashat turmushi bo'lmasdan, Alloh yo'lida xizmat qilishdan iborat o'rta g'oya ustiga qurilgan bir nikoh bo'ladi. Hazrat Fatima mening bir parcham. Biz bugün cennet ayollarının gül tacı, şundaqla cennetning sarkilarining onasi, şundaqla yigit sahabe Hazreti Ali'nin ayali, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning kichik qizi Hazreti Fatima radhiyallohu anha bilan tanishib chiqamiz. Hazreti Fatima Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning eng kichik qizi bo'lib, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga vahiy kelganda 5 yoshda edi. U aqliga kelgan vaqtida mushriklaring turli aziyat va zulmlariga bo'y egmay, dadil tik turib o'zining davosini davom qilayotgan bir dadini ko'rdi. Shundaqla butun kishilar Allohga shirk qo'shayotgan bir jamiyatda la, yo'q, Allohdan boshqa iloh yo'q degan bu da'vo ustida tik turib hech kimga bo'y egmagan va butun jamiyatni o'zining qarshisiz ola olgan bir botir dadini ko'rdi. Shundaqla Hazreti Fatima aqliga kelgan vaqtida Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam sirtda mushriklar tarafidan turli aziyatlarga uchragan vaqtida ey Muhammed, sen haqiqat ustida yo'lingda tarvanma, keyninga chekinma, men sening qishingda bor deb Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga ham ma'naviy ham moddiy jihatlarda yer yo'lak bo'layotgan bir onani ko'rdi. Bundaq bir mujadil ruhidagi oilada Hazreti Fatimaning botir, qo'rqmas yetishib chiqishi ajablanarli emas. Chunki bola qandaq muhit ichida cho'ng bo'lsa, ya'ni oilaning muhiti qandaq bo'lsa, bola shundaq yetishib chiqadi. Ota-ona qo'rqinchoq, o'zini noit avaylaydigan bo'lsa, bolam o'zini noit asraydigan, avaylaydigan, qo'rqinchoq cho'ng bo'ladi. Oilada nima cho'ng ko'rilsa, nima hurmatlansa, bolam shuni hurmatlaydigan, shuni cho'ng biladigan cho'ng bo'ladi. Telefonlarga, ekranlarga dun tushgan bolalar shu ekranda ko'rgan san'atchilarni cho'ng biladigan, ularni o'ziga ulgu qiladigan bo'lib cho'ng bo'ladi. Shuning uchun bolalarimiz nima ko'rsatayotganligimiz va ularning nima ko'rayotganligiga diqqat qilishimiz kerak. Shundaqla ularning to'g'ri ulgu elishi uchun ularga haqiqiy qahramonlarni, ya'ni Allohning yo'lida o'zining jonini milni atayalaydigan bundaq kishilarni ulgu qilib ko'rsatishimiz kerak. Hazreti Fatima Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning islom da'vosi yo'lidagi jafo mushaqqatlarga, aziyatlarga sabr qilib, bardoshlik berib, tik turib, o'zining da'vosini voz kechmaganligini ko'rib cho'ng bo'lg'achqa, uning ko'zidagi qahramon paloni san'atchi va yoki paloni puldor bo'lmasdan, agar sen mol dunyo xohlasang, biz mollarimizni yig'ib, seni orimizdagi eng boy kishi qilib o'tayli. Agar sen huquq mansab xohlasang, seni beshimizga boshliq qilayli degan bu talabni rad qilib, pul, mol dunyo va mansabga ko'z qirini solmagan islom da'vosi yo'lidagi qahramon dadasi Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam edi. Nima degan buyuk ulgu, nima degan buyuk namuna. Hazreti Fatima mana mushundaq dadini o'ziga ulgu qilib cho'ng bo'lg'achqa, uning ko'zidagi qahramon Alloh da'vosi yo'lida chekinmagan, u yo'lda har qanday musibatlarga, aziyatlarga sabr qilgan kishi edi. Shundaqla o'zimi mushriklardan qo'rqmaydi va ularning oldida ularning aziyatlariga sabr qilishini bir xil botirlik, qahramonlik deb qaraydi. Bir kuni Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Kabe'ga kelib namoz o'qiydi. Makkaning atrofida o'lishib o'ltirgan Makka mushriklari, oqsoqollari kim Muhammad sajda qilgan vaqtida uning ustiga tugining yenni, ya'ni ich qonini elib tashlab qo'ydi deydi. Ularning orasidagi bir mushrik, "Mana men tashlab qo'yman" deb tugining yellarini tef akiladi. Ya'ni tugining ich qonini noit menat yerlarini tef akiladi. Va Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning sajda qilishini kutadi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam namozda sajdaga borgan vaqtida heliqi mushrik tugining yenni, ya'ni nijosat, meynat narsalarni muborak Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning dumbisiga qo'yib qo'ydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam sajdadan beshini ko'taranmaydi. Bu holatni Abdullah ibn Mas'ud Iroqdan ko'rgan bo'lsa-mu, mushriklarga qarshi tura olmaydi. Chunki Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam islomning dastlabki mezgillarida mushriklarga qarshi turmaslik, ularning bergan aziyatlarga sabr qilish to'g'risida ularga tavsiyalarni qilgan edi. Ya'ni kelib Abdullah ibn Mas'udning qo'llaydigan tuqqanlari yo'q edi. Ana shundaq Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning dumbisiga tugining yeni ortilgan Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam sajdadan beshini ko'tarolmayotgan mushu paytda Iroqdan 10 yoshlik bir qiz noyati darg'azab bilan yugurib keladi. Va Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning ustidagi meynat nijosatlarni o'zining kichik qo'llari bilan birma-bir elib tozalaydi. Ondan keyin buni qo'yib qo'ygan mushriklarning qishig'i berib, ballochi ovozi bilan xuddi podshohlardek ularga noit ig'ir gaplarni qilib qo'yadi. Bu kichik qizdagi ajoyib jasoratdan Abu Jahl hayron qoladi va atrofidagi kishilardan "Bu kimning qizi?" deydi. Atrofidagi hamrohlari "Bu Muhammadning kichik qizi Fatima" deydi. Bu vaqtda Hazrat Fatima texi 10 yoshga kirgan edi. Endi atrofimizdagi 10 yoshga kirgan qizlarga qarab boqaylik. O'zimizning 10 yoshga kirgan o'g'illarga, qizlar qarab boqaylik. Ularda shunchalik jasorat yetildirildikmi? Shunchalik iymonga bo'lgan, islomga bo'lgan qizg'inlik yetildirildikmi? Hazrat Fatima mushriklar Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam va musulmonlarga embargo yurgizgan vaqtda, ya'ni eng qiyinchilik paytlarida Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning qishida bo'ladi. Ya'ni Hazrat Fatima o'zining kichikligiga boqmay, ana shu jafo mushaqqatli kunlarni shu musulmonlar bilan birga o'tkazadi.
Bu japa mushaqqatli kunlarning oxirida Hazreti Fatimaning onasi Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning suyimli ayoli Hazreti Xadija vafot topadi. Hazreti Xadija vafot topgandan keyin oiladagi onaning rolini Hazreti Fatima oladi. Chunki uning ochilarining hammasi yotliq bo'lib chiqib ketgan edi. Hazreti Fatima Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qo'liga qo'l, putiga put bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Madinaga hijrat qilgan vaqtida Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning keyindan Madinaga hijrat qiladi. Shundaqla Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom urushlarga chiqqan vaqtida Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan birga ayollar guruhida urushga birga chiqadi. Uhud urushida mushriklar Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning dubulg'usiga qilich bilan urib, dubulg'ining halqalarini yuziga patur o'tadi, beshi qonaydi. Hazreti Fatima Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning beshidan qalpiqini elib, Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning beshini yuydi, qonlarni tozalaydi. Uhud urushidan keyin Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazreti Fatimani Hazreti Aliga yotlaq qiladi. Hazreti Ali Hazreti Fatimaga 4 dirhamga yaraydigan bir qalqonni to'yliq qilib beradi. Agar bir qizning qimmati uningga ilingan to'yliqqa mahri qarab bo'ladigan bo'lsa, Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazreti Fatimani jannat ayollarining gul tojini, jannat sariklarining onasi bo'lgan Hazreti Fatimani 4 dirhamlik bir qalqonga bermas edi. Hazreti Alimi boy turib, qulida ba turib, bagini 4 dirham emas edi. Ya'ni Hazreti Alining qulida banasining hammasi shu edi. To'yliqni oz ko'rib, uyni oddiy ko'rib, yigitni kambag'al ko'rib, isil yigitlarni rad qilgan qizlar bilmaydi-ki, Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qizi Hazreti Fatima to'y qilgan vaqtida Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazreti Fatimaga bagidek bir narsa topolmay, faqat bir tal piyola, ikki tal koza, bir parcha mahmallar va tovar tashliq bir tal yostiq va ikki tane yarg'unchoq sovg'a qiladi. Jannat ayollarining gul toji, jannat bilan bishorat berilgan sahobaning birisining ayoli bo'lgan Hazreti Fatima turmushini ana shundoq g'urugul boshlaydi. Hazreti Fatima yarg'unchoqda un chiqiraman deb qo'llari qopirib ketadi, tulum bilan suv to'shib, bellari mukchib ketadi. Uy tozalayman deb kiyimlari chang-tuzan bo'lib ketadi. O'choqqa o't yoqaman deb kiyimlari kuyib qoladi. Lekin Hazreti Fatima bu turmushidan asla qaqshamaydi. Shu davrga nisbatan yaxshi turmush kechirgan kishilar bor edi. Hazreti Fatima ularning turmushiga qarab asla o'zining turmushini kichik ko'rmaydi va uni kamsitmaydi. Nima uchun bu Hazreti Alidek nomrat yigitga to'y qildim bular deb asla tilga olmaydi. Balki Hazreti Alidek bir yigitga to'y qilganligidan faxr qiladi. Chunki ularning nikohi o'rtaq g'oya ustiga qurilgan edi. Ya'ni Alloh yo'lidagi da'vo, Alloh yo'lidagi xizmatdan iborat o'rtaq nishon ustiga qurilgachqa, turmushi qancha qiyinchilik ichida o'tgan bo'lsa-mu, ularning ichida ajoyib bir huzur, ajoyib bir baxt tuyg'usi bor edi. Mana shunda qizni baxtli qildig'ini, uning erishgan bayashat turmushi bo'lmasdan, Alloh yo'lida xizmat qilishdan iborat o'rtaq g'oya ustiga qurilgan bir nikoh bo'ladi. Ya'ni qizmi Alloh yo'lida bir ishlarni qilsak bo'ladi deydigan bir g'oyaga ega, o'g'ilmi Alloh yo'lida o'lgandan keyin bizga asqatadigan bir ishlarni qilsam bo'ladi deydigan mushunda g'oyaga ega, mushunda o'rtaq nishonning ustiga qurilgan nikohda haqiqiy baxt tuyg'usi bo'ladi. Har kishi pul topqili chiqib ketgan taqdirdami, erim pul topsa Alloh yo'lida xarjlaydi, u Alloh yo'lida menyotidi deb ayol kishi qalbida baxt tuyg'usini his qiladi. Va yoki o'g'il Alloh yo'lida zehni bilan, aqli bilan va yoki boshqa bir qobiliyat bilan xizmat qiladigan bir yigit bo'lsa, qizmi shu nishonda bo'lsa, shu g'oyada bo'lsa, garchi qiz bayashat turmush yashamagan bo'lsa-mu, mening yo'ldishim Alloh yo'lida xizmat qiladi deb o'zida ajoyib bir xil baxt tuyg'usini his qiladi. Demak, biz turmushimizda xushallik topaylik, huzur olaylik deydi ekanmiz. Er ayol nishonini Alloh yo'lida xizmat qilishga qaratish kerak. Mayli pul bilan bo'lsin, mayli aql bilan bo'lsin, mayli o'rgangan ilmi bilan bo'lsin, ya'ni qaysi tarafida iqtidori bo'lsa, shu iqtidorni Alloh yo'lida bir ish qilay deb shu yo'lga ishlatsa, bu turmushda haqiqiy huzur bo'ladi. Aksicha huzurni bayashat turmushdan, moddalardan, isil uylardan, mashinalardan izlagan vaqtida inson bunga qanoat qilmaydi, to'ymaydi. Chunki insonning qalbiga dunyodagi narsalarga ana shunday to'ymaslik o'rnatilgan. Chunki inson aslida jannat uchun yaratilgan. Insonning qalbi rohat farog'atga bo'lgan intilishi jannatga kirgan vaqtida to'yadi. Dunyodagi moddiy narsalardan rohat izlasa, baxt izlasa, bu inson asla baxtli bo'la olmaydi. Aksicha azoblanadi. Qancha erishgan sari shuncha azobga qoladi. Chunki erishgan narsalar qancha ko'p bo'lgan sari o'lim isi kelgan hamon ayriladigan narsaning ko'p bo'lganligini esiga oladi-da, g'am andishi bosadi. Shuning uchun musulmon, shundaqla musulmon oila dunyoga bo'lgan qarashini tuzatish kerak. Dunyoga bo'lgan qarashini tuzatgan vaqtida, ya'ni dunyoning faqat biz foydalanadigan, vaqtlik foydalanadigan narsa ekanligi, shundaqla bu umrimizning vaqtlik imtihon maydoni ekanligi, bizning haqiqiy huzur oladigan, haqiqiy bayashat yashaydigan maydonimiz emas ekanligi, abadiy bayashat yashaydigan maydonimiz uchun uzuqlik to'playdigan, imtihon beradigan, agar bu imtihonni yaxshi beralsak, haqiqiy bayashatga erishadigan maydonimizning oxirat hayoti ekanligini tunib yetish kerak va shuning asosan harakat qilish kerak. Bir oila, bir qiz, bir er shuning qarab harakat qilgan vaqtida dunyoda xushallik topadi. Inshaalloh abadiy hayotdami, ya'ni oxiratdami
huzurga erishadi. Dunyoda huzur izlaganlarga, dunyoga moddiy narsalardan xushalik izlaganlarga huzur va xushallik harom bo'ladi. Buning isbotini taraqqiy qilgan dinsiz davlatlarga qarab baqsaqlar bilalaymiz. Dunyodagi eng taraqqiy qilgan davlatlarda o'zini o'ltirib nisbati intayin ko'p. Aksicha, nomrod bo'lsa-mu, iymonliq davlatlarda o'zini o'ltirib hayotdan zerikish nisbati intayin tuvan. Ya'ni inson asli dunyo uchun yaratilgan maxluq emas. Buni esimizdan chiqarmaylik. Unda bo'lgan ekan, kuchimizni, aqlimizni, milimizni, jinimizni faqat va faqat dunyoga sarf qilib o'tkazmaylik. Oxirat hayotimiz uchun sarf qilaylik. Ana shu vaqtda xuddi Hazrat Fatimaga o'xshash, uy nihoyat qattiqchilik bo'lsa-mu, turmushi ig'ir bo'lsa-mu, lekin u turmushdan huzur oladi, lazzat oladi. Buni men Alloh uchun qilyapman, Alloh uchun yashayapman, mening nishonim oxirat degan bu nuqtani o'ylaydi. Shunga turmushini qaqshayotgan xonim qizlarimizga deymanki, agar siz oxirat hayotiga ishongan bir musulmon bo'lsangiz, sizning hozirgi turmushingiz Hazrat Fatimaning turmushidan tuvanmi? Sizning o'rningiz Hazrat Fatimaning o'rnidan yuqormi? Sizning dadangizning o'rni Hazrat Fatimaning dadasi Muhammad alayhissalomning o'rnidan yuqormi? Nima uchun qaqshaysiz? Agar bir odamning yaxshi turmushga erishganligi, dunyoda rahat yashaganligi, Allohning u odamga yaxshilik qilganligi yoki yaxshi ko'rganligining isboti bo'lsa-edi, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom va Hazrat Ali va uning ayoli Hazrat Fatima asla qattiq turmush ko'rmagan bo'ladi. Alloh taolo Hazrat Fatimaga Hasan Husayndan iborat ikki qahramon yigitni ato qildi. Shunda qilib Fatima o'zi qahramon bo'lib qolmasdan, qahramon ikki yigitning onasi, qahramon yigitning ayoli, qahramon tasvirlashga til ojizlik qiladigan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qizi bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazrat Fatimaga nihoyat amroq edi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom la tukrihul banat, qizlarni yomon ko'manglar. Ya'ni ayolinglar qiz tug'di degan xabar kelsa, chiroyinglarni turtmanglar, yomon ko'manglar. Fa innahunna munisatun ghaliyat. Chunki qizlar ulfatdir deydi. Ya'ni odamning ko'ngliga xushallik bag'ishlaydi deydi. Amaliyotda dadining ko'ngliga qiz haqiqatan xushallik bag'ishlaydi. O'zini payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ummati deb turib, qizlarni yomon ko'radigan, ularni o'ch ko'radigan erlarga hayronman. O'zini musulmon deb turib, ayolingiz qiz tug'di degan xabar kelsa, chiroyi o'zgarib ketadigan erlarga hayronman. Qizlarning yaramliq yigitlarni yetishtiradigan o'qituvchi ekanligini tuniy olmagan erlarga hayronman. O'ylab baqing, tarixdagi buyuk qahramonlarni, Salohiddin Ayyubiylarni, Muhammad Fatihlarni agar onasi tug'ib, onasi tarbiyalamagan bo'lsa, ular qahramon bo'lalamdi. Hazrat Fatima payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga nihoyat kuyunatdi. Rasululloh yig'lasa tang yig'laydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazrat Fatima mening bir parcham dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga ajal yaqinlashdi. Bu vaqt Hazrat Fatimaga nihoyat ig'ir kelgan vaqtlar edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sakratga tushdi. Hazrat Fatima payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ustiga o'zini tashlab, yig'lab tashlaydi. Sahobalar yig'ilishib ketdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazrat Fatimaga "Menga yaqin kel" deb ishorat qildi. Hazrat Fatima payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qishiga yaqin keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazrat Fatimaning quloqiga bir narsalarni deydi. Hazrat Fatima texam ho'krab yig'lab ketadi. Ondan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yana yaqin kel deydi. Fatima payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ig'ziga quloqini opiradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazrat Fatimaning quloqiga yana bir narsalarni deydi. Fatima bu qatim yig'i aralash tabassum qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir qancha kun kasal tortgandan keyin bu dunyodan xo'shlashib, bu dunyoga safar qiladi. Rasulullohning vafoti Hazrat Fatima va boshqa sahobalarga nihoyat ig'ir keladi. Hazrat Ali o'zining hoshini yo'qotib, naga ta'si mangdigan kichik bolaga o'xshash bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'zi uchun nihoyat qimmatli va suyimlik bo'lgan nervalari Hasan, Husaynni suyib, ularni hitlaydi va ularga ayrish ko'zi bilan qaraydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning oxirgi minutlari yaqinlashib qoldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sahobalarga namozni qo'ldan bermanglar, namozni zayo qilmanglar, namozga ahamiyat beringlar. Namoz deb bir qancha qatim takrorlaydi. Va Allohumma rafiqal a'la. Ey Alloh, barzakh dunyosida, ya'ni o'lgandan keyin qiyomat bo'lg'uchi bo'lgan orliqdagi u dunyoda meni eng yuqori maqomda qilgin. Meni solihlar bilan, shahidlar bilan, payg'ambarlar bilan bir maqomda qilgin deb Allohga duo qilganicha jon uzib xo'shlashadi. Hazrat Fatima o'zini tutolmay, voy ata, Rabbiga labbay degan ata, Rabbining yo'lida o'zini butunlay fido qilgan ata deb yig'lab tashlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hujrasining ichi va masjidining ichi yig'izorliqqa to'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning vafot xabari birdamdala Madinaga tarqalib, Madina osmonini qabohatli kun qoplaydi. Hazrat Umar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning vafot topganlik xabarini anglab qabul qilolmaydi va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'lmadi. U Musa alayhissalomga o'xshash o'zining Robb bilan uchrashishga chiqib ketdi. Payg'ambarimiz qaytib keladi. Kimki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni o'ldi desa, uning kallasini olaman degunicha masjidning ichiga yugurib kirdi. Masjidning ichi bo'lsa, yig'izorliqqa to'lgan edi. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umarni besiqib turdi. Sahobalar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni dafn qildi. Dafn qilib bo'lgandan keyin Hazrat Fatimadan: "Ey Fatima, payg'ambarimiz sana oxirgi minutlarda nima dedi? Dastlabida
yig'lading, keyin kulding. Tunji qatim nim dedi, ikkinchi qatim nim dedi deydi. Hazrati Fatima, dadam menga tunji qatim, "Ey balam, men bu kesimimda vafot topaman" dedi. Men buni anglab yig'ladim. Ikkinchi qatim, "Qizim, sen mening avlodim ichidan menga eng burun qo'shildig'ini bo'lsa, mening keynimdan menga eng burun keldig'ini sen bo'lsan" dedi. Tabassum qildim deydi. Payg'ambar alayhissalom jon uzish oldida qizi Fatimaning yaqinda vafot topadiganligidan xabar bergan edi. Darvaqa Hazrati Fatima Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning vafotidan 6 oy keyin vafot topadi. Hazrati Fatimaning iriga bo'lgan vafodorligi, bolalarga bo'lgan kuyimchanligi, bu islom davosi yo'lida ko'rsatgan fidokorlik haqida so'zlasak, bir dars emas, bir qancha dars bitadi. Lekin biz vaqt munosabati bilan mushunchalik so'zlashdan ko'payilamiz. Alloh taolo bizning qizlarimizga Hazrati Fatimaga o'xshash qo'rqmaslik, jasorat ato qilsin va o'g'illarini Hazrati Husaynni tarbiyalaganga o'xshash botir, yigit, qahramon, mujohid qilib tarbiyalaydigan ruh ato qilsin. Alloh taolo Hazrati Fatimaga rahmat qilsin. Sahobalar izidin chaqnagan izzat nuri o'tgani siqin idin haq islomning tulquli boshagmas kafirga shiddat bilan atsili Hamza Xolid Musaddak shir yurak o'g'lonlari